Agar hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishni xohlamayotgan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yuboring. Tushunarli. Hozir aytadigan gaplarim sizni hayotingizni keskin o'zgartirishi mumkin va miyangizni nastroykasini to'g'irlab beradi. Bu gaplarni men bu yoqqa yozib qo'yaman va men bilan birga ovozingizni chiqarib o'qiysiz. Ma'nosini oxirida tushuntiraman. Demak, boshladik. Men o'z ifodamda betakror va dahoman. Men yaratadigan g'oyalar dunyoni yanada yaxshiroq tomonga o'zgartiradi. Hayotimda sodir bo'ladigan har bir voqea meni maqsadimga yanada yaqinlashtiradi. Meni dunyoyim menga g'amxo'rlik qiladi. Men chin dildan yoqtiradigan, dunyoga foyda keltiradigan ish bilan shug'ullanaman va bu menga yaxshigina daromad olib keladi. Men boylikka munosibman va farovonlikda yashayman. Endi ma'nosini tushuntiraman. Miya siz gapirayotgan gap rost yoki yolg'onligini bilmaydi. U siz hozirgi zamonda gapirayotgan bo'lsangiz, bu informatsiyani fakt deb qabul qiladi va bu narsalar sizni hayotingizga kelishi, sizni hayotingizda paydo bo'lishni boshlaydi. Buni manifestatsiya desa ham bo'ladi. Ijodni sahrangiz qilib, har kuni o'zingizga o'zingiz takrorlang.